Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda BMW X6 mashinasi bo'ladi. Akalar, mashinamiz 2008-yil 174 ming yurgan 3.5 motor twin turbo bo'ladi. Motori korobkasi xudo xolisi yaxshi, hadoyida ozgincha mayda chudasi bor va bitta polirovka ximchisiga qilib yuborish kerak. Akalar, o'sha rasxodiga yarasha mashinamizning narxi yuvosh bo'ladi akalar. Mashinani bitta ko'ramiz. Narxi videoning oxirsida. Mana buni qaranglar. BMW, babirga BMW deb quvvatli, juda ham chiroyli faralarni qaranglar. Ko'zlari bor deb bu mashinani bori. Mashinamizda bitta lyuk yo'q akalar. Internet narxini ko'rib chiqdim. Eng arzoni 19.5 ming, eng qimmati 30 minggacha bor bu mashina narxi. Bizlarniki narxi zo'r xudo xolisi. Orqa rakurslarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Двойной выхлоплarigacha bor. Juda ham chiroyli. Sizlar bilan endi bitta interyerini ko'ramiz. Mana полный bordoviy bilan qora aralashib tikib qo'yilgan. Sidenalari ham zo'r. Hop, elektronli parktronika, sport rejimli, M rejimli bor. Hop, monitori bor, old sidenasida abagreiflari bor, changeri bor, cruise kontroli bor. Xullas, hamma narsasi bor. Hattoki head-up monitorlarigacha bor. Okalar, kimga qiziq bo'lsa, o'zini paytida 120 mingdan 150 ming dollargacha sotilgan mashina hozir 15.500 ga xarid qilsanglar bo'ladi. Arzon marka xizmatinglarda bemalol murojaat qilaverasizlar. BMW X6 15.500 dollarga.